Assalomu alaykum. Buxoro chorvalarni kuzatayotganlar. Meni kanalimni kuzatib boruvchi hurmatli tomoshabinlarim. Mana bugun taqvimiz bolalardi. Maşallah deb ketasiz, beraman desa xudo hech gapmas ekan. Naqd 6,5 kilo tug'ildi bu. 6,5 kilo tug'ildi. Qo'y masalasiga odamlar aytadiki, boqma bo'g'iz bo'lgandan keyin uncha yem bermanglar deydi. Lekin men to shu bo'g'iz bo'lgandan to tug'ganga qadar bug'doyni pishirib berdim. Qo'ylarni ush jarayoni ham yengil o'tdi, tug'gan payti ham yirik qo'ylarni tug'di. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bir kunlik barra. Mana palla o'zi. Axlatini qilib o'tiribdi. Lekin qo'yimiz malades. Yirik barra bu yerda 6,5 kilolik barra. Xudo xohlasa uni kastaklari ham zo'r bo'ldi. Qo'chqorni zo'r bo'ladi. Mashalloh deb ketasizlar. Ana. Rahmat barchalaringizga.